هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure İsra tefsiri 54. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn Kesir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tercümesi, tefsiri, Uygurca tercümesi, Sure İsra 54. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Allah sizlarni obdan biladi. Xolisa sizlarga rahim qiladi, xolisa sizlarni azoblaydi. Seni ular, ya'ni kafirlarga hami qilib avatkinimiz yo'q. Rabbim osmonlardagi, zimindagi bandalarining ahvolini hammadan obdan biladi. Biz hakikaten peygamberlerinin ba'zisidan üstün kıldık. Davud'a Zebur'ni ata kıldık. Allah sizlarni obdan biladi. Yani ey insanlar, Allah Teala işçinlardan kimning hidayetke haqliq bo'ladiganligini va kimning bo'lmaydiganligini obdan biladi. Xolisa sizlarga rahim qiladi. Yani Allah Teala xolisa sizlarga o'zining amal ibodatlarga va tavba qilishga utuq berishi bilan rahim qiladi. Xolisa sizlarni azoblaydi. Seni ular, yani kafirlarga hami qilib avatkinimiz yo'q. Yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz seni faqat ogohlantiruvchi qilib avatdik. Kimiki sana boysunsa cennetga kirdi. Kimiki sana boysunmasa do'zaxga kirdi. Rabbim osmonlardagi, zimindagi bandalarining ahvolini hammadan obdan biladi. Yani ularning boysunishda va boysunmaslikda bo'lgan darajalarini obdan biladi. Bazı peygamberlerinin ba'zisidan ortiq qilinganligi. Biz hakikaten peygamberlerinin ba'zisidan üstün qildik. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Ana shu peygamberlerinin ba'zisidan üstün qildik. Ana shu peygamberlerinin ba'zisidan üstün qildik. Allah ularning ba'zisi, yani Musa aleyhisselam bilen sözleşti ve ba'zisining, yani Muhammed aleyhisselamning derecesini yuqori götürdü. Bu ayetle İmam Bukhari ve Müslim rivayet kılgan peygamberlerini ba'zisidan üstün bilmanglar degan hadisga zid kelmaydi. Hadisda kelgan bu ish hech qanday dalil pakitsiz, faqat birsiga yon bisibla paydo qilgan üstünlüktür. Eğer delil pakit ularning birersining üstün ekanligini isbotlasa, delil pakitga ergishish lozim. Kitap berilgan peygamberlerning kitap berilmagan peygamberlerden üstün ekanligida olimlar arasida hech qanday ixtilof yo'qdir. Peygamberlerning ichidanmi katta irodalik 5 peygamber hamma peygamberlerden üstündür. O katta iradelik 5 peygamber Allah Teala'nın tövendeki ayetlerinde isimleri kelgan peygamberlerdir. Öz vaxtida biz peygamberlerden ahdi aldık. Senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan mahkem ahdi aldık. Allah kıyamet günü rastçılardan rastçılık doğruluk soraydı. Yani peygamberlerden peygamberlikini yetkizgenlikini soraydı. Allah
kafirlarga qattiq azob tayyorladi. Allah sizlarga dindan Nuhga tavsiya qilgan narsani sana, ya'ni Muhammad alayhissalomga biz vahiy qilgan narsani İbrahimga, Musaga va Isaga biz tavsiya qilgan narsani bayon qildi. Sizlar dinni barpo qilinglar. Dinda tafriqchilik qilmanglar. Muhammad alayhissalomning ularning hammasidan ustun ekanligida hech qanday ixtilof yo'qdir. Muhammad alayhissalomdan qolsa İbrahim alayhissalom, uningdan qolsa Musa alayhissalom va uningdan qolsa mashhur rivoyatga asosan Isa alayhissalom ustundir. Biz bu masalani boshqa yerda dalil paketlar bilan bayon qildik. Alloh taolo utuq berguchidir. Davudga Zaburni ato qildik. Bu oyatda Davud alayhissalomning ustun va hurmatli payg'ambar ekanligiga ishorat bor. İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qur'on, ya'ni Zabur Davudga yengil qilinib berildi. U ulug'ini to'qishga buyurdi. Ular to'qilib bo'lishdan burun Qur'onni o'qib bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Sizlar Allohni qo'yib iloh deb o'ylaganlaringlarni chaqiringlar. Ularning qo'lidan sizlardan balani ko'tarib yetishmi va uni boshqalarga yutkab qo'yishmi kelmaydi. Ular Allohni qo'yib iloh deb ibodat qiladiganlarning o'zlari ibodat orqali Rabbiga yaqin bo'lishini tilaydi. Ularning orasida Rabbiga yaqinroq bo'lgani ham ibodat orqali Allohga yaqin bo'lishini tilaydi. Rabbining rahmatini umid qilib, uning azobidan qo'rqidi. Rabbingning azobi haqiqatan saqlanishga tegishlidir. Mushriklarning ilohlarining foyda ziyon keltirolmaydiganligi va ularning Alloh taologa yaqinlashishda vosita talab qiladiganligi. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomni Alloh taolodan boshqasiga ibodat qilgan mushriklarga mundaq deyishga buyurdi. Sizlar Allohni qo'yib iloh deb o'ylaganlaringlarni chaqiringlar. Ya'ni sizlar butlaringlarni chaqiringlar. Ularning qo'lidan sizlardan balani ko'tarib yetishmi va uni boshqalarga yutkab qo'yishmi kelmaydi. Ya'ni bundaq qilishga qodir bo'ladigani faqatla yaratish va buyruq qilish qudrati o'z ilkida bo'lgan sheriki yo'q, yolg'iz Alloh taoladir. Sizlar Allohni qo'yib iloh deb o'ylaganlaringlarni chaqiringlar. Avfi bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mushriklar o'zlarining farishtalarga Isa va Uzayr alayhissalomlarga ibodat qiladiganligini aytishadi. Chaqiriladiganlar bo'lsa farishtalar, Isa va Uzayr alayhissalomlardir. Ular Allohni qo'yib iloh deb ibodat qiladiganlarning o'zlari ibodat orqali Rabbiga yaqin bo'lishni tilaydi. Ularning orasida Rabbiga yaqinroq bo'lgani ham ibodat orqali Allohga yaqin bo'lishni tilaydi. İmam Buxoriy bu oyatning ma'nosi haqida Abdullohning bir turkum jinlar boshqalar tarafidan ibodat qilinadi. Ondan u jinlar islomga kirdi. Yana bir rivoyatda bir turkum kishilar bir guruh jinlarga ibodat qiladi.
jinlar musulmon bo'ldi, ammo u kishilar o'zlarining dinida qilib qoldi deganligini rivoyat qildi. Rabbining rahmatini umid qilib, uning azobidan qo'rqdi. Ya'ni ibodat qo'rqish va umid qilish bilan to'liqlanadi. Qo'rqish bilan yomon ishlardan yanidi. Umid qilish bilan yaxshi amallarni ko'p qiladi. Rabbining azobi haqiqatan saqlanishga tegishlidir. Ya'ni Alloh taolaning azobidan saqlanish va azobning tushishidan qo'rqish lozimdir. Biz Alloh taolaga sig'inib, u azobdan panoh tilaymiz. Allohga osiylik qilgan qandoq bir shahar bo'lmasin, uni biz qiyomat kunidan burun halok qilamiz yoki uni qattiq azoblaymiz. Bu lavhil mahfuzda tutilib ketgan hukmdir. Kafirlarning shaharlarining qiyomat bo'lishdan burun gumron qilinganligi yoki ularning azoblanganligi. Alloh taolo bu oyatda o'zining hamma ishlar xotirlangan taxtiga qandoqli shahar bo'lmasin, uni yoki uning odamlarini faqat yo'qitib etish bilan halok qiladiganligini yoki o'ltirgizib etish bilan yoki o'zi xohlagan bir balo berish bilan azoblaydiganligini kutib etganligidan xabar berdi. Bu faqat ularning gunohlarining va xatoliklarining sababi bilan bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda ilgiriki ummatlardan xabar berib mundaq dedi: Biz ularga zulm qilmadik, lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Rabbingning ularni halok qilish farmoni kelganda, ularning Allohni qo'yib ibodat qilgan ma'budlari hech narsaga asqatmadi. Ularga faqat ziyon soldi. Nurg'un shaharning aholilari Rabbining va uning payg'ambarining amridan bosh tortdi. Ulardan qattiq hisob oldik va ularni qattiq jazoladik. Ular qilmishlarining vabolini tetidi. Ularning qilmishlarining oqibati ziyon tortishdan iborat bo'ldi. Quraysh mushriklari talab qilgan mo'jizalarni maydonga keltirmasligimiz faqat burunqilar, ya'ni ilgariki ummatlarning mo'jizalarini yolg'onga chiqarganligi uchundir. Biz Samudga tish to'gini ro'shan mo'jiza qilib berdik. Ular uni inkor qildi. Biz mo'jizalarni faqat bandalarni qo'rqitish uchunla avatimiz. Mo'jizalarni avatmaslikning sababi Said ibn Musayyab mundaq dedi: Mushriklar, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen ilgari o'tgan payg'ambarlarning ba'zisiga shamol bo'ysundirilib berildi va ba'zisiga o'liklarni terildiradigan qudrat berildi deb qaraysan. Agar bizning sana iymon keltirishimiz va sana ishonishimiz seni xursand qiladigan bo'lsa, Rabbinga duo qilgan. U bizga Safa teg'ini oltinga aylantirib bersin dedi. Shuning bilan Alloh taolo payg'ambar alayhisalomga: "Men ularning sana degan so'zlarini angladim. Agar xohlasang, ularning deganlarini qilib beramiz. Agar ular yana iymon etmasa, ularga azob tushidi. Chunki mo'jiza tushib bo'lgandan keyin munozara bo'lmaydi. Agar qavminga muhlat berishimizni xohlasang, ularga muhlat beraman" deb vahiy qildi. Payg'ambar alayhisalom: "Ey Rabbim, ularga muhlat bergin" dedi. Bu vaqtda Qatoda ibn Jurayr va boshqalarmi shundaq dedi. Imom Ahmad ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Mekkiliklar payg'ambar alayhisalomdan Safa teg'ini oltinga aylantirib berishni va ziroat terishlari uchun Mekkining qishidagi tog'larni boshqa yerga yutkib etishni talab qildi.
Ondan payg'ambar alayhissalomga agar xohlasang ularga muhlat beramiz, xohlasang ularga talab qilganlarini qilib beramiz. Agar ular talab qilganlariga erishib bo'lib, yana iymon etmasa, ular xuddi ulardan ilgirki ummatlar halok qilingandek halok qilindi deyildi. Payg'ambar alayhissalom yo'q, ularga muhlat berilsin dedi. Subhanalloh. Ondan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Quraysh mushriklari talab qilgan mo'jizalarni maydonga keltirmasligimiz faqat burunqilar, ya'ni ilgirki ummatlarning mo'jizalarini yolg'onga chiqarganligi uchundir. Buni Nasaimu ibn Jarirning hadisidan rivoyat qildi. İmam Ahmad ibn Abbas radiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qurayshliklar payg'ambar alayhissalomga Rabbimga duo qilgan, u bizga Safa teg'ini oltinga aylantirib bersin. Biz sana iman etimiz dedi. Payg'ambar alayhissalom. Rost iman etamsizlar dedi. Ular ha dedi. Payg'ambar alayhissalom Alloh taologa duo qildi. Jibril alayhissalom payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, Rabbing sana salom dedi. Rabbing sana agar xohlasang Safa teg'ini oltinga aylantirib beraman. Keyin ularning ichidan kim iman etmasa, uni shundoq bir azoblaymanki, ahli jahondan hech kishini mundaq azoblamayman. Agar xohlasang ularga tavba va rahmat eshiklarini ichib beraman dedi. Payg'ambar alayhissalom men tavba va rahmat eshiklarini ichib berishni xohlayman dedi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Biz mo'jizalarni faqat bandalarni qo'rqitish uchun avatimiz. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida shak shubhisizki Alloh taolo kishilarni ibrat olsin, Alloh taoloni aslisin va Alloh taolo tarafga qaytsin deb xohlagan mo'jizalar bilan kishilarni qo'rqitdi. Bizga Ibn Mas'udning zamonida Kufa qattiq bir titragan vaqtda Ibn Mas'udning ey xaloyiq, Rabbinglar sizlarning rozi qilishinglarni talab qiladi. Shunga sizlar Rabbinglarni rozi qilinglar deganligi bayon qilindi dedi. Shuningdek Umar ibn Xattob radiyallohu anhuning zamonida Madinadami necha qitim yer tavirganligi. Ondan Umar radiyallohu anhuning sizlar yo'q ishlarni paydo qildinglar. Allohning nomi bilan qasam qilamanki, agar yer yana tavirsa, albatta men ma'u ishlarni qilaman deganligi rivoyat qilindi. Shuningdek payg'ambar alayhissalom bu vaqtda mundaq dedi. Haqiqatan kun va oy Alloh taoloning alomatlaridan ikkisidir. Ular bir kishining o'lganligiga yoki hayotga erishganligiga tutilmaydi. Lekin Alloh taolo ular bilan bandalarni qo'rqitdi. Agar sizlar ularning tutilganligini ko'rsanglar, Alloh taoloni yod etinglar, uningga duo qilinglar va uningdan mag'firat tilanglar. Ey Muhammadning ummati, Allohning nomi bilan qasam qilamanki, Alloh taoloning qo'lining yoki uning cho'risining, ya'ni Alloh taoloning ayol bandalarining zina qilib qilishiga Alloh taolodan bak kundashlik qiladigan birisi yo'qdir. Ey Muhammadning ummati, Allohning nomi bilan qasam qilamanki, Alloh taoloning qulining yoki uning cho'risining, ya'ni Alloh taoloning ayol bandalarining zina qilib qilishiga Alloh taolodan bak kundashlik qiladigan birisi yo'qdir. Ey Muhammadning ummati, Allohning nomi bilan qasam qilamanki, agar sizlar men bilganni bilsanglar, oz kulib ko'p yig'laytinglar. Öz vaqtida biz sana Rabbingning haqiqatan kishilarning ahvolini to'liq biladiganligini aytdik. Biz sana Miroj kechasi
osmon zimindagi ajoyiblardan ko'rsatgan ko'rinishni, Qur'ondagi la'nat qilingan daraxtni, ya'ni Qur'onda zikr qilingan zaqqum daraxtini faqat kishilar uchun sinoq qildik. Biz ularni, ya'ni mushriklarni qo'rqitamiz. Bizning qo'rqitishimiz ularning yo'lsizligini texmo kuchaytirdi. Alloh taolaning kishilarning ahvolini bilib turadiganligi va payg'ambar alayhissalomga ko'rsatgan narsalarni ular uchun sinoq qilganligi. Alloh taolo bu oyatda payg'ambarini o'zining va'dasini yetkazishga rag'batlantirdi va uni kishilarning uningga yomonlik yetkazishida saqlaydiganligidan xabar berdi. Chunki Alloh taolo ularga qarta xohlaganini qilishga qodirdir. Ular Alloh taolaning changilida, Alloh taolaning hukmronligi va kuchi ostidadir. O'z vaqtida biz sana Rabbingning haqiqatan kishilarning ahvolini to'liq biladiganligini aytdik. Mujahid, Urva ibn Zubayr, Hasan, Qatada va boshqalar bu oyatning ma'nosi haqida Alloh taolo seni kishilardan saqladi deganlikdir dedi. Biz sana Miraj kechasi osmon zimindagi ajoyiblardan ko'rsatgan ko'rinishni, Qur'ondagi la'nat qilingan daraxtni, ya'ni Qur'onda zikr qilingan zaqqum daraxtini faqat kishilar uchun sinoq qildik. Imom Buxoriy bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo ko'rsatgan ko'rinish bo'lsa, payg'ambar alayhissalom Aqso masjidiga elib kelingan kechasi payg'ambar alayhissalomga ko'rsatilgan narsalardir. Qur'ondagi la'nat qilingan daraxt bo'lsa, zaqqum daraxtidir. Bu hadisni Imom Ahmad, Abdurrazzoq va boshqalar rivoyat qildi. Avfimu bu haqda Ibn Abbos radhiyallohu anhudan shundoq rivoyat qildi. Mujahid, Sa'id ibn Jubayr, Hasan, Masruq, İbrahim, Qatada, Abdurrahman ibn Zayd va boshqalar bu oyatdan payg'ambar alayhissalom Aqso masjidiga elib kelingan kechasi bo'lgan ishlar ko'z tutildi dedi. Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Bu to'g'risidagi hadislar suraning 5-ida tafsili bayon qilindi. Bir turkum kishilarning dillari va aqllari bu ishni qabul qilolmaydiganliklari, ko'tarolmaganligi uchun tushunmasdan uni inkor qilib, haq diniga kirib bo'lgandan keyin dinlardan yenib olganligi, Alloh taolo bu ishni yana bir bo'lak kishilar uchun ularni mustahkamlikka va qattiq ishonishga erishtiradigan narsa qilganligimi yuqorida bayon qilindi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Biz sana Miraj kechasi osmon zimindagi ajoyiblardan ko'rsatgan ko'rinishni, Qur'ondagi la'nat qilingan daraxtni, ya'ni Qur'onda zikr qilingan zaqqum daraxtini faqat kishilar uchun sinoq qildik. Ya'ni bu ish Alloh taolaning sinoqidir. Qur'ondagi la'nat qilingan daraxt bo'lsa, zaqqum daraxtidir. Payg'ambar alayhissalom kishilarga jannatni, do'zaxni va zaqqum daraxtini ko'rganligidan xabar berganda, ular buni inkor qildi. Hatto Abu Jahlning Alloh taolo uning la'nat qilsin, xormi bilan so'zmi ilib kelinglar, ular keltirganda buningdan yeb yiqib, buni zaqqum daraxtining mevasi qilinglar, biz buningdan boshqa zaqqumni bilmaymiz deganligi rivoyat qilindi. Buni Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Masruq, Abu Malik, Hasan Basri va boshqalar rivoyat qildi. Bu oyatdan payg'ambar alayhissalom Aqso masjidiga elib kelingan kechasi bo'lgan ishlar ko'z tutildi degan barliq olimlar Qur'ondagi la'nat qilingan daraxt bo'lsa, zaqqum daraxtidir dedi. Biz ularni, ya'ni mushriklarni qo'rqitamiz. Ya'ni biz ularni tahdid va azob bilan qo'rqitamiz. Bizning qo'rqitishimiz ularning yo'lsizligini texmo kuchaytirdi. Ya'ni bizning qo'rqitishimiz
ularning kafirligini ve azgınlıkını texmi çoğunqurlaştırdı. Bu Allah Teala'nın ularını mat qilishidin bo'lgandir. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda İsra suresi tefsirinden 60. ayet qıcha anladыңlar. Axirini keyin qaytamliq o'qishimiz davomlashtiramiz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.